Voyjonlar, juda ham ko'pchiliginglarda shu savol bo'ladi. Bolani boshida suvlari bor ekan, Zulayho opa, nima qilish kerak deb aytasizlar. Mana bitta narsa. Yaxshi mutaxassisga boringlar. Muhimi bosh miyasida bolani nogironlik bo'lmasa, orqa miyasida, ya'ni umurtqasi sizlarning tilinglarda aytganda, ana shu joylarida muammolar bo'lmasa, bu infeksiyadan deb qaraladi. Unda ham oyijonlar 10 millimetrgacha, mana sizlarda aytasizlar, suvi 8-9 ekan deb. 10 millimetrgacha miyani shikastlamaydi. 10 millimetrdan oshishi bilan miya to'qimasini shikastlashni boshlaydi. O'shaning uchun birinchi navbatda nogironlikni istisno qilib olish kerak. Miya nuqsonlar bo'lmasa, keyingi etaplarda davolansanglar bu narsa o'tib ketadi. Yaxshi bo'ladi. Muhimi nogironlik bo'lmasa va 10 millimetrdan oshib ketmasa, bo'ldi. Kelishdiga siqilmanglar.